I would like to call this joint subcommittee hearing to order. It's a very important hearing, atrocities in Xinjiang. Where do we go from here? 10 iyun Amerika Kengash Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetida ishilgan Birlashma Tarmoq Komitetlarning Xinjiangdagi vahshiylik nomli guvohlik berish yig'inida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga yuqori baho berildi. Mazkur guvohlik berish yig'iniga riyosatchilik qilgan Kengash Palatasi a'zosi Ed Markey Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining Xitoy haqidagi xabarlar orqali Xitoyni o'z qilmishlaridan tanalmas qilib qo'yganligini bildirdi. Radio Free Asia's Uyghur service has been at the forefront of reporting on the brutal detention of millions of Uyghurs and Muslim atrocities in China's far west. O mundaq dedi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Xitoyning Iroq g'arbidagi millionlagan Uyg'urning vahshiylash qo'lga ilinganligi va musulmonlarga qartilgan qabih jinoyatlar haqida xabar berishda oldingi safda turib, Xitoy hukumatini tutib turish lagerlarining mavjudligini va nazorat davlat qilmishlarini inkor qila olmaydigan holga tushirdi. U yana Xitoy hukumatining Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbirlarini jimiqtirish uchun ularning Xitoy ichidagi oila a'zolarini tutqun qilganligi va parakandichilik solganligi va buning oldini olish uchun cho'qim harakatga o'tish lozimligini aytdi. U mundaq dedi. Shundoq qilib, bu hafta Kengash palatasi ma'qullagan strategiyalik raqobat qonuniga mening shartim bilan birdan-bir Uyg'urcha anglitish berdigan Erkin Osiyo radiosining yillik xamchotini 50% dan ortiq ko'paytib, $70 million ga yetkazish moddasi kirgizildi. Making it impossible for the Chinese government to deny the existence of the detention camps and create the surveillance state, which they're doing. I've long championed the RFA's Uyghur service despite the Chinese government's efforts to silence reporters by detaining and harassing their family members inside of China. I concluded that we had to do something about it, and so in the Strategic Competition Act passed by the Senate this week, my provision was included to increase by over 50% to $70 million a year the Radio Free Asia Uyghur-only news service. Dr. Richardson, how important do you consider Radio Free Asia and its work in China, especially with regard to Xinjiang? Kengash palatasi a'zosi Marki yig'inda guvohlik bergan kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson xonimdan Erkin Osiyo radiosi xizmatining Xitoyga bo'libmi Uyg'ur rayoniga nisbatan qanchalik muhimligini so'radi. Doktor Sophie Richardson buningga javoban mundaq dedi. Kechiring senator Marki, men buni suhbatlashga dal kelgan so'zni topolmayapman. Muhim, halqiliq, oksigenga o'xshash. Xabaringizda bo'lgandek umumlashtirib aytganda, Erkin Osiyo radiosi Osiyodan, bo'libmi Xitoyga o'xshash yipiq davlatlardan xabarlarni yo'riqlikqa elib chiqishda intayin muhim rol o'ynab kelmoqda. Hamisha ular xalqaro taratqularda bunday xabarlarni tunji bo'lib oshkorlagan organ bo'lib kelyapti. Hamda bir qism Uyg'ur bo'limi muxbirlarining yozgan xabarlari uchun to'lagan badali intayin qo'rqinchli. Mukofotga erishgan jurnalist Gulchehra G'ojining yashangan ota-onasi uning xabarlari natijasida ziyonkashlikka uchirdi. Bu qadimgi guvohlik berish yig'iniga Kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenz, kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining Xitoy ishlari direktori doktor Sophie Richardson va Uyg'ur harakati tashkilotining ijroiya mudiri Roshan Abbas qatorliqlar guvohlik berdi. Yig'inga yana Marco Rubio va Mitt Romney qatorliq bir qancha nopuzliq Kengash palatasi a'zolari qatnashib, Uyg'ur vaziyatidan andishalanganligini bildirishdi. Bu Kengash palatasidagi bir nechta tarmoq komitetlarining hamkorligida 7 yildan buyon tunji qitim elib berilgan birlashma guvohlik berish yig'ini ekan.